Yaxşı sizler hanımlar, bugünkü dersimiz qahvəli tayyorlashi. Bunun gerekli materialimiz bolsa aldı bilen 250 gram qitiq, 250 gram su, siyriq mayda bolsa 450 gram, andan birdan tuxum, sodadan 10 gram, arqadan ondan 1 kilo ketidi. Arqadan şu qaqqiyamiya qızlar şu taya qaqqiyam işletdim mən. Özünlər məşğul halatdan setilib işləsənlər buldu yoki ailədə qol sinib tayyorlasanlarmı buluducuma. Uyda qaqqiyam qilmoqchi bo'lsanglar qizlar Aldı bilan muvafiq qaqqiyam elib, onu qanaqsız yumuştup, uruqsini elib içib, chanab tayyorlasanlar bo'ldi. Aldı bilan birinchi qadamda bo'lsa, biz ximir yo'g'irib olamiz. Ximir yo'g'irish uchun uy haroratida normal holat erigan siyriq mayjavriq silib olgandan keyin buningga tayyorlagan 10 gram suvdan silib olamiz. Bu o'lchamda shu 4 qahvali chiqadi, ya'ni shu uyning duxovkasi 4 chiqadi, bozorning duxovkasi bo'lsa 2 chiqadi. Aldı birinchi qadamda bularni qaymoq qilib ko'ptirib olamiz. Mana mushkul holat keladi. Buni mushkul holat ko'ptirib tayyorlab bo'lgandan keyin endi biz tayyorlagan birdan tuxumni chaqib olamiz. Arqadan qitiqni qo'yib olamiz. Ondan sutni qo'yib olamiz. Bilan qo'yib bo'lgandan keyin bularni bir qo'r qo'linglar bilan yoki shulardan jirib aralashtirib olsanglar bo'ldi. Bunu qo'limiz bilan bir qo'rlab aralashtirib yetamiz. Buni ko'ptirib yurishning hojati yo'q. Bir qo'r aralashib bo'lgandan keyin endi biz tayyorlab olgan 1 kilo unimizni oz-ozdan quyib turib, yumshoq holatda ximir yo'g'irib olamiz. Mana xodimlar xamirlar yo'g'irib oldik. Ko'rdinglarmi, mana mushkul shunchaki yumshoq, qo'lga yiqishli holatdagi xamir tayyor bo'ldi. Endi xamirimizning yuz qismini boyshamonlar bilan yepib, buni ozroq tindirib olamiz. Xamir tingandan keyin biz mushkul holatga cho'nqarib qilbimizni maylab olamiz. Maylab bo'lgandan keyin Ondan 500 gram xamirni buning ichiga mushulliq holatga keltirib olamiz. Birdek chiroyli chiqdi. Odat pichoq kesanglarmi bo'ladi. Endi yoqtirishinglar asosan ana buning ich qismiga shu qaqqiyamidan muvofiq miqdorda elib olamiz. Mana qizlar qaqqiyamini mushkul holatda to'g'rib olamiz. Liq holat bo'lib ketmaydi. Yermira qilsanglar bo'ladi. Endi buning yuz qismini bezash uchun azroq xamirni nefis holatda buni no'g'ishlar orqali yeyib olamiz. Bak nefis qilatmanglar pishqani yomon sir chiqib qoladi. Endi bak qilin emas, normal holatda o'zinglarmish ahvol qarta yeysanglar bo'ladi. Mana buni yeyib oldik. Yeyib bo'lgandan keyin buni o'xshashlar shu pichoqlarning yordam ostida kichik holatda buni kesib olamiz. Chunki kichiklarni bir xil holatda kesib olsanglar bo'ladi. Buni kesib bo'lgandan keyin mana mashg'ul holatda qahning yuz qismiga yepib keltirib olamiz. Mana qizlar, men buni asosiyatdan bu shaklda chiqardim. 4 shaklda chiqarsanglar bo'ldi. Bu shaklda chiqarsanglar bo'ldi. Endi qaysini yoqtirishinglar shu shaklda qilib bo'lsanglar bo'ldi. Cho'rlarni bir qumda besvetslanjimi. Bo'lmasa pishqan ko'tarilib qoladi. Buni qilib bo'lgandan keyin endi bularning yuz qismiga biz bir dona tuxumning sirqini surkaymiz. Sirqini surkan vaqtinglarda qaq va o'ringa tegib ketmaydi. Shu xamirning ustiga surkaysizlar. Shuni diqqat qilinglar. Diqqat qilib turib tek shalatda surkab chiqamiz. Surkab chiqib bo'lgandan keyin endi biz oldin qisilgan duxovkada 150 gradus 40 minut pishirib olamiz. Mana asla qahvali ishlab pishib chiqdi, mushkul holatda chiqdi, intayin chiroyli holatda chiqdi. Bu saman oilasini sinab yiqinglar. Bugungi darsimiz mishada tamam. Buni qolgan holatga kessanglar bo'ldi,